Barchaga assalomu alaykum. Bilyard ishqibozlari, bilyard sportini yaxshi ko'ruvchilari. Bugun Toj Winger klubiga ajoyib bo'lgan sportchilarimizdan bu Shahzod Maberov tashrif buyurdi. Ya'ni Malish nomi bilan taralgan. Keling, Shahzodbek. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomatligingiz yaxshimi? Tuzumisiz? Qanaqasiz? Qiynalmasak keldingizmi? Mana shuncha iltimos qildi, mana oxiri shu kun yetib keldi. Bugun shunga nima deydi, bizani klubga kelib, bizani xursand qilaman deb, aka kelib ketaman degan o'rinda mana kelib turibdi. Xush kelibsiz. Xursandman ko'rganimdan. Men ham xursand bo'ldim. Bu sportga necha yoshingizdan qiziqdingiz? 9 yoshdan. 9 yoshdan. 9 yoshdan kirib keldingiz. 21 yil bo'ldi. 9 yoshda kirib boshlaganman. 9 yoshda o'ynagansiz. 9 yoshda birinchi marta qo'limga ushlaganman. Ushlagansiz. Xo'p, endi sizni bilamiz, siz juda ham hali top o'yinchilarni 7 talik top bo'lsa, bittasida siz turasiz. Shuning uchun men yana aytayotgan bir savolim, buni siz qayerda o'rgandingiz? Bu Toshkentda ustozingiz bo'ldimi yo boshqa? Toshkentda ham, Qozog'istonda ham, Rossiyada ham ustozlar ko'p bo'ldi. Rossiyada ham, ijodingizni qilib keldingiz. Qozog'istonda akademiyada menimcha o'qidingiz. Akademiyada, Qozog'istonda. Bilyard akademiyasida. Hozirgi davrda necha yosh bo'ldingiz hozir? 30 yosh. 30 yosh. 30 yoshingizda hozir shogirdlaringiz bormi yo'q? Bor. 20 taga yaqin shogirdlar bor. 20 taga yaqin. Voy, gap bo'lishi mumkin emas lekin. Shu yoshingizda shuncha narsalarga. Xo'p, bilyard sportida bu mana shuncha yil xizmat qilsa, 19 yil dedingizmi? 19 yil. 21 yil. 21 yil. Xo'p, 21 yil ichida qanaqa musobaqalarda qatnashib, qanaqa musobaqalarda yutdingiz? Endi boshdan oxirigacha agar hammasini aytsam, juda ko'p vaqtimiz ketadi. Eng prestijli turnirlardan Kubok Imperiyani yutganman. Kubok Merada 2 marta bronzoviy. Prestijli turnirlarda ko'p yaxshi o'rinlar olingan. Kim agar bu sportni yaxshi ko'radigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ana shu yerda men telefon raqamlarini qoldiraman. Bu shaxsan Shahzodni telefon raqamlari. Bemalol qo'ng'iroq qilib murojaat qilishingiz. Qanaqa savollar bo'lsa, berishsa bemalol 24 ga 7 aloqadamiz. Ana shunaqa sportchilarimiz bizni O'zbekistonimizdan yetishib chiqmoqda. Bu muxlislarga o'zingizning tilaklaringizni bildirib qo'ysiz. Tak. Trenirovka qilinglar. Jahon o'sha musobaqalarga chiqishimiz kerak, natijalar ko'rsatishimiz kerak. Hamma o'zini ustida ishlab, yaxshi chempionlar chiqsin. Nima deymiz endi? Hammaning omadini bersin, yaxshi chempionlar chiqsin O'zbekistondan ham. Sog' salomat bo'linglar azizlar. Hammangiz sportni seving. Bilyard faqat siz bilan.